6. Bab. Bir dam ilish kuni Hazreti Ayso bug'doyliqdan o'tib ketyotdi. Uning shogirdlari bashaqlarni uzib elib, olqinda uvlab yedi. Buni ko'rgan ba'zi farisilar, "Sizlar nemishqa dam ilish kuni chaklagan ishni qilsizlar?" deyishdi. Hazreti Ayso, "Podsho Davud va uning hamrohlarining osh qolganda qanday qilganligini muqaddas yozmalardan o'qimaganmi? Qani, aytib beqinglar." U ibodatxonadagi muqaddas joyga kirib, Xudoga atalgan nonlarni ruhoniydan so'rab yegan va hamrohlarga ulashtirib bergan. Halbuki bu nonlarni ruhoniylardan boshqa har qanday kishining yeyishi Tavrat qonuniga xilof edi, deb javob berdi. Va xulosa chiqarib ularga, "Men inson o'g'li, dam ilish kunining egisidirman", dedi. Yani bir dam ilish kuni Hazreti Ayso ibodatxonaga kirib, ta'lim beriyotdi. İbadetxonada o'ng qo'li qurib ketgan bir odam bor edi. Hazreti Aysoning ustidan arz qilish uchun bahoni izlab yurgan Tavrat ustozlari bilan farisilar uning dam ilish kunimi kesal saqaytadigan, saqaytmaydiganligini paylab yurishadi. Biroq ularning ko'ngildagini bilgan Hazreti Ayso qo'li qurib ketgan yilqi kesalga, "O'rningdan tur, oldimga kel", dedi. Yilqi kesal o'rnidan turdi. Ondan Hazreti Ayso ko'pchilikka, "Sizlardan so'rab boqaychu, qanday qilish Tavrat qonuniga uyg'un? Dam ilish kuni yaxshilik qilishmi yoki yomonlik qilishmi? Jonni qutqizishmi yoki jonga zomin bo'lishmi?" dedi. Va kesalning atrofidagilarga ko'z yugurtib chiqqandan keyin yilqi kesalga, "Qo'lingni uzat", dedi. U odam qo'lini uzatishi bilanla qo'li asliga keldi. Ammo Tavrat ustozlari va farislar intoyin g'azablanib, Hazreti Aysoga qandoq taqobil turish to'g'risida maslahat tushdi. Bir kuni Hazreti Ayso duo qilish uchun toqqa chiqdi. U yerda Xudoga kechicha duo qildi. Tong otganda shogirdlarini oldiga chaqirib, ularning ichidan 12 kishini tanlab, ularni elchi deb atadi. Ular Simon, Hazreti Ayso uni Petrus deb atagan va uning inisi Andar, Yaqub, Yuhanna, Filip, Bartolomay, Matta, Tomas, Halpayning o'g'li Yaqub, vatanparvar deb atalgan Simon, boshqa bir Yaqubning o'g'li Yahuda va keyin Hazreti Aysoga sotqinlik qilgan Yahuda Ishqariyotlar edi. Hazreti Ayso elchilar bilan tog'dan tushib, tuz bir yerda turardi. Ularning oldiga nurg'un shogirdlar hamda Yerusalim shahridan jumladan butun Yahudiya o'lkasidan kelgan kishilar to'p-to'p bo'lib kelib yig'ilishdi. Hatto dengiz bo'yidagi Tir va Sidon shaharlaridanmi nurg'un kishilar kelgan edi. Ular Hazreti Aysoning ta'limlarini anglash va kasallarga shifolik izlash uchun kelgan edi. Jinlar dastidan azoblanganlarmi kelib, shifolik tepishdi. Ko'pchilik qo'llarini Hazreti Aysoga takkizib olishga tirishadi. Chunki uning vujudidan kuch-qudrat chiqib, ularning hammasini saqaytib. Ondan Hazreti Ayso shogirdlariga qarab mundaq dedi: "Ey yo'qsullar, ne qadar baxtliksizlar. Chunki Xudoning podshohligi sizlarninkidir. Ey oshqog'onlar, sizlarmu ne qadar baxtlik. Chunki Xudo sizlarni to'liq qanoatlantirdi. Ey yig'layotganlar, sizlarmu baxtlik. Buningdan keyin shod xuromliqqa cho'misizlar. Inson o'g'liga ergashganliginglar uchun ba'zilar sizlardan nafratlansa, yuz o'risa, sizlarga tuhmat, haqorat qilsa,
sizlarni yomon desa, naqadar baxtliksizlar. U chaqda shod-xuron bo'lib, tantana qilinglar. Chunki arshda sizlar uchun ko'p inom saqlanmoqda. Bu qora niyatlarning ota-bovalari burunqi payg'ambarlarga-mu shundoq ziyonkashlik qilgan. Lekin holinglarga voy, ey boylar, rohat farog'at sizlarga yor bo'lmas endi. Holinglarga voy, ey qorni to'qlar, ochliqda qolisizlar endi. Holinglarga voy, ey kulayotganlar, hozir tutib yig'laysizlar endi. Xaloyiq sizlarni maqtaganda holinglarga voy. Chunki Xudoning g'azabiga uchirgan burunqi soxta payg'ambarlarmu bu xalqning ota-bovalarining maqtishiga erishgan. Quloq silib anglanglar, sizlarga dushmanlik qilganlarga mehr-muhabbat ko'rstinglar. O'shmanlik qilganlarga yaxshilik qilinglar. Sizlarni qarg'anlarga baxtlanglar. Sizlarga yomon muomalada bo'lganlarga-mu duo qilinglar. Birsi sizlarning o'ng yuzinglarga ursa, so'l yuzinglarni-mu tutib beringlar. Birsi sizlarning chopininglarni elib ketsa, ko'nglinglarni-mu selib beringlar. Birsi sizlardan bir nima tilisa, tiligini beringlar. Birsi sizlarning biror narsanglarni elib ketsa, uni qaytarib berishni so'ramanglar. Boshqalarning o'zinglarga qanday muomala qilishini kutsanglar, sizlarmu ularga shunday muomala qilinglar. Agar sizlar o'zinglarni yaxshi ko'rganlarga mehr-muhabbat ko'rsatsanglar, buning maqtangudek nari bor. Gunohkorlarmu o'zini yaxshi ko'rganlarga mehr-muhabbat ko'rsatadi. Agar sizlar o'zinglarga yaxshilik qilganlarga yaxshilik qilsanglar, buning maqtangudek nari bor. Hatto gunohkorlarmu shundoq qiladi. Agar sizlar qarzni qaytara oladiganlarga bersanglar, buning maqtangudek nari bor. Gunohkorlarmu aynan qaytirish sharti bilan boshqa gunohkorlarga qarz beradi. Yo'q. Sizlar dushmaninglarga mehr-muhabbat ko'rstinglar. Ularga yaxshilik qilinglar. Boshqalarga qaytarib olishni o'ylamaylar, pul qarz beringlar. Shu chaqda arishda mo'l inomga erishsizlar va ulug' Xudoning farzandi bo'lganliginglarga guvohlik bergan bo'lasizlar. Chunki Xudo yaxshilikni bilmaydiganlarga va yomonlarga shafqat qiladi. Arishdagi otanglar mehribon bo'lganidek, sizlarmu mehribon bo'linglar. Boshqalarning ustidan hukm qilib yurmanglar. Sizlarmu Xudoning hukmiga uchirmaysizlar. Boshqalarni ayblamanglar. Xudomu sizlarni ayblamaydi. Boshqalarni kechiringlar. Xudomu sizlarni kechirim qiladi. Boshqalardan hech nimani oymanglar. Xudomu sizlardan hech nimani oymaydi. Hatto sizlarga cho'ng o'lchiguchga liq chingdab to'ldirilgan inomni taqdim qiladi. Sizlar boshqalarga qandoq o'lcham bilan o'lchab besanglar, Xudomu sizlarga shundoq o'lcham bilan o'lchab beradi. Ondan Hazreti Ayso ularga tamsil orqali ta'lim berib mundoq dedi: Qarg'uni yetaklab mangolmaydi. Unda qilsa, har ikkilisi o'rg'i tushib ketadi. Shogird ustozidan ustun tumaydi, lekin u o'qib yetishgandan keyin ustoziga o'xshash bo'la oladi.
nemi üçün birodarının hər kipikidək kiçik səvənlikini görüb, özündeki limdək çoğ günahını köməysən. Özündeki şunç çoğ günahını köməy turub, birodaringa közündeki hər kipikini ilivitey deyişin qandaq gep? Hey saxtı pes, avval özünün közündeki limni ilivet. Bunun bilen eniq körüp, birodarının közündeki hər kipikini iliviteleysen. Yaxşı dərəx yaman meyve bəməydi. Yaman dərəx mu yaxşı meyve bəməydi. Hər qandaq dərəxni bəgən meyvesidən fərq etgili boludu. Tikendin əncür, yantaqdın üzüm algılı bolmaydı. Şununğa oxşaş, yaxşı adam qalbideki yaxşılığıdın yaxşılıq çıqırdı. Yaman adam qalbideki yamanlığıdın yamanlıq çıqırdı. Çünki köngülde nemi bolsa, eğizden şu çıqıdı. Sizler əcəb meni Rabbim, Rabbim deysizlər-yu, buyruqlarımğa əməl qılmaysızlar. Əmsə, mening oldimga kelib, sözlerimni anlab əməl qılganlar kimga o'xshaydi? Ular xuddi uluni cho'nqur qezib, qo'ram toshning ustiga imorat sag'an kishiga o'xshaydi. Kelkun kelganda uning kuchlik hujumi undaq imoratni qimir qilg'izolmaydi. Chunki u puxta selingan. Lekin sözlerimni anglab turib, amal qilmaydiganlar ul qurmay, quruq yerning ustiga imorat sag'an kishiga o'xshaydi. Bundaq imorat kelkunning hujumiga uchirgan hamon o'rilib, butunlay gumron bo'ladi.